Muhim xabar: Yaqin Sharqda vaziyat keskin tus olmoqda. Eron Hormuz bo'g'ozida 3 ta tankerni o'qqa tutganidan so'ng AQSh uning hududiga aviazarbalar berdi. Washington bu hujumlarni Eronning tajovvuziga javob deb atamoqda. Tehron esa AQShning zarbalarini kelishuvni buzish va mintaqadagi keskinlikni yanada kuchaytiruvchi qadam sifatida baholamoqda. Xo'sh, Hormuz bo'g'ozidagi bu to'qnashuv katta urush xavfini kuchaytiryaptimi? Deutsche Welle xabariga ko'ra, Eron Hormuz bo'g'ozida 3 ta tankerni nishonga olgan. Ulardan biri dron hujumi oqibatida shikastlangan. Qatarning suyultirilgan gaz tashuvchi Al-Rikajat tankeri hujumga uchragan. Ekipajning ma'lum qilishicha, tanker noma'lum snaryad zarbasiga uchragan. Eron o'qqa tutgan 3-tanker haqida esa hozircha to'liq ma'lumot berilmagan. Mazkur voqealardan so'ng AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM keskin bayonot bilan chiqdi. Bayonotda Eronning harakatlari asossiz, xavfli va o't ochishni to'xtatish rejimini ochiqdan-ochiq buzish deb hisoblandi. Oradan ko'p o'tmay AQSh harbiylari Eron hududlaridagi bir qator nishonlarga aviazarbalar bergani ma'lum bo'ldi. AQSh zarbalari Eronning havo hujumidan mudofaa tizimlari, boshqaruv va aloqa tarmoqlari, qirg'oqdagi radiolokatsion qurilmalari hamda kemaga qarshi raketa tizimlariga qaratilgani aytilmoqda. Bundan tashqari, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga qarashli 60 dan ortiq katerga ham zarba berilgan. Bu esa Washington faqat ogohlantirish bilan cheklanmaganini, balki Eronning harbiy imkoniyatlariga bevosita zarba berishga o'tganini ko'rsatmoqda. Vaziyatni yanada keskinlashtirgan jihatlardan biri AQShning Eron neftiga qarshi sanksiyalarini qayta tiklagani bo'ldi. Ma'lumki, bu sanksiyalar 22-iyun kuni vaqtincha bekor qilingan va Eronga 60 kun davomida neftni xorijga sotish imkoniyati berilgan edi. Endi esa bu imkoniyat yana cheklanmoqda. Demak, bosim nafaqat harbiy, balki iqtisodiy yo'nalishda ham kuchaymoqda. Eron esa bu ayblov va zarbalarga javoban o'z pozitsiyasini bildirdi. Davlat televideniyasi ma'lum qilishicha, suyultirilgan gaz tashuvchi tanker Tehronning ogohlantirishlariga amal qilmagani sababli hujumga uchragan. So'nggi kunlarda Eron Hormuz bo'g'ozi orqali faqat o'zi belgilagan marshrut xavfsiz ekanini bir necha bor ta'kidlab kelayotgandi. Shu sabab bo'g'ozdan o'tuvchi kemalarga yo'nalishni oldindan ma'lum qilish majburiyati yuklangan. Eron Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Kazim Garibabadiyaning aytishicha, AQShning Eron neftiga qarshi sanksiyalarini qayta tiklashi va undan keyingi zarbalarni mavjud kelishuvni jiddiy buzish hisoblandi. Uning ta'kidlashicha, Tehron o'z milliy manfaatlari va xavfsizligini himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'radi. Bu yerda eng muhim nuqta shuki, Hormuz bo'g'ozi dunyodagi eng strategik dengiz yo'llaridan biri hisoblanadi. Jahon neft va gaz tashivining katta qismi aynan shu yo'lak orqali amalga oshadi. Agar bu hududda harbiy to'qnashuvlar kuchaysa, nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo bozorlariga ta'sir qilishi mumkin. Energiya narxlarining oshishi, yuk tashish yo'llarining izdan chiqishi va yangi harbiy tanglik ehtimoli aynan shu nuqtada boshlanadi. Xulosa qilib aytganda, Eronning tankerlarni o'qqa tutishi va AQShning bunga javoban aviazarbalar berishi Yaqin Sharqda vaziyat yana xavfli burilish olganini ko'rsatmoqda. Bu oddiy harbiy javob emas, bu mintaqadagi kuchli muvozanatni o'zgartirishi mumkin bo'lgan keskin to'qnashuvdir. Endi asosiy savol shuki, bu mojaro shu yerning o'zida tugaydimi yoki kengroq urush xavfiga aylanadimi? Shu kabi eng muhim xalqaro yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Xayr salomat bo'ling.